Navbatdagi amaliyotimiz bemorimiz ko'rishingiz mumkin 43 yoshdalar. Bugun bizdan nimani xohlayapsiz? Sizdan mana shu qoshim ko'tarilishi, brilyalar, sheyalar bir 15 yilga yasharishni xohlayman-da. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlarga 3 kunlik rezultatimizni ko'rsatmoqchiman. Bemorimizni 3 kun oldin smas platizma plastik amaliyotini o'tkazib berganmiz. Albatta, hurmatli professor Amlo Shurich boshchiligida bo'lgan. To'liq bemorimizda shikoyatlar bor edi, teri osilishlari, mushak osilishlari, ya'ni bizga murojaat qilgan edilar. Ko'rishingiz mumkin, liposaksiya sheya podborodka, lateralniy platizma plastika qilganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana sheya, u tomonga qarang, u tomonga qarang. Mana jarohat joyi ko'p bemorlarimiz savol berishadi. Jarohat joyi qanaqa bo'ladi? Mana juda akkuratlik qilib, chiroyli qilib tikib berganmiz. Hali sveja rana. Da 3 kun bo'ldi. Ertaga xudo xolasa drenajlarni olib beramiz. Mana sochning sohalari. Mana ko'rishingiz mumkin. Metallik shoklar bor aziz obunachilar. Albatta 3 kunlik rezultat sizga yoqdimi? Juda ham yoqdi. Hali bu boshlanishi, xudo xolasa. 3 yildan beri sizlarni kuzatib boraman. O'shaning uchun sizlarga ishonib, Amrullo Shodiyevich, Azam xo'ja, Shodmon aka, yana Ulug'bek. Rahmat e'tibor uchun. Rahmat. Albatta ishonib keldim-da. Rahmat opajon, albatta bemorimizda juda глубокий smas platizma plastika qilingan, chunki qosh kompleksida, labda, brilya, lung sohalarida albatta karaxtliklar bor hali. Ular sekin-sekin 15 kun, 20 kunda qo'yib boradi. Bir xil qo'sh tirnoq ichidagi kosmetologlarda kojniy podtashka qilgandan bittada глубокий smas platizma plastika qilgan afzal. Chunki agar kosmetologda qilsangiz, birinchidan natija bo'lmaydi, ikkinchidan yuzingizni buzib qo'yish ehtimoli juda ham katta va juda katta risk bor. Shuning uchun любой operatsiyani nafaqat bizada o'z mutaxassislar qilsangiz, nur ostiga a'lo nur bo'ladi. Hamma narsadan beri kelingizlar. Yuzlaringizni qanaqa operatsiya bo'lsa kelib qildiringizlar, ishonchli joy.